أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. كتاب الحج أشهد كأجم ترتيب ويجا بني الإسلام على 5: شهادة النماز، الصلاة، الزكاة، الصوم والحج. بعض روايات ده صوم أن آخر كأجم بعض الإسلام روايات ده. شو إمام بخاري مو كتاب الحج أول كأجم بولش ممكن. لكن كبنش روايات ده مش حج أن آخر كأجم بوجهه. ما في كتاب ده مش ترتيب ويجا. كتاب الحج، كتاب الزكاة والصلاة والصوم دينكين. قال: وهو في اللغة القصد إلى الشيء المعظم. حج جن سوزنك أردت لك معنسه شون ولدغانك ولغ برناسن مقصد قلب بريش جمانده. ما كتبت القصد إلى الشيء المعظم لكتو لغة كتابلردا القصد إلى الشيء ياكي برسنن قشغا ياكي برياغا tekrar beriş. Şunu göstereyim. Bundan ki hazır aldığınızda ulug bir joyga, yoki ulug'da qolgan bir shaxsni qashqa yoki bir joyga berishdan iborat. Yana bir qarashda bir joyga yoki bir shaxsni qashqa takrar davomli berib turishdan iborat. Yana bir qarashda shu bir joyga berish. Takrar degan gap yo'q, yoki ulug' degan gap yo'q. Maktabda kelgani shu ulug' bir joyga yoki ulug' bir shaxsni qashqa berishdan iborat. قال الشاعر: يحجون سب الزبرقان المزعفرة. سب ديگنا سلا و شunga o'xshash narsaga ishlatilgan daka deymiz. Yani biz bir aqraqlıva daka yoki hasa deymiz. Lekin ko'pincha buningda shunda sallaga kelgan bo'g'ishqa salla demoqchi. Zibrqon bu Bani Tamim qabilasidan mashhurlarning birisi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga Amr ibn al-Ahtam bilan kelgan. Mush Zibrqon haqida Amr ibn al-Ahtam ikki xil gap qilgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inna min al-bayan la sihra degan. Ashula qilibdiki, sahoba bo'lib qolsa Az-Zibrqon ibn Badr at-Tamimi deymiz. Zibrqon deb atilishda buni kirishgan kishi o'g'achqa, Zibrqon oyining suti o'g'achqa, tulun oydek bunda kirishgan kishi deb Zibrqon deb atagan. Yeki asl ismi Al-Husayn ibn Badr at-Tamimi. Al-Muza'fara zapalangan. Zapalanishda siriq rang oldu. Ular birga qo'shib xushbo'y puruq bo'ldi. Yani ash kishilar Zibrqonning xushpuroq, ashuna bo'yalgan sallisni ko'zlab berishidi demoqchi. Yani sallisni ko'zlab bordi degani kinoya. Sallisni ko'zlab bormaydi, shu kishini o'zini ko'zlab bordi. Lekin bu yerda sallisni deb iborat qilgan. Yani bu sehliqdan yoki shunda esil kishi bo'lganlikdan kishilar davomli Zibrqonning tashrif berib turdi demoqchi. Agar mushu haj degan so'zda takrar berish, davomli berib turish degan ma'no bor deb qarasak, ba'zi qilishunaslar shunda degan. Shunda deb qarasak, har yili kishilar hajga boradigan bo'lg'achqa, har yilda Ka'baga va Arafat, Minalga haj qilishga berib turgan bo'lg'achqa, bu yer bir takrorlanish mazmuni bor deymiz. Yoki hajga borganlar Arafat chiqqandan keyin Muzdalifa, Mina kelib, keyin tavoful ifoda uchun yana shu Ka'baga takror qaytadigan bo'lg'achqa. Yana juda qaytishdan ilgari tavoful vada uchun Ka'baga qaytadigan bo'lg'achqa takrorlanish ma'nosi bor. Yoki haj bo'lgandan keyin yana umr qilish uchun qaytadigan bo'lg'achqa. Lekin shu berishni ham ko'rsatdi desak, takror degan gap bo'lmaydi. Al-hajj yoki al-hijj zir bilan o'qiladi. Qala va fi ash-shar'i qasd mawdi'in maxsusin va huwa al-bayt. Shariatda maxsus bir joyni maqsad qilib berish, maxsus bir joyga berish va huwa al-bayt.
Bu bo'lsa Beytullah yoki Ka'ba. Lekin bu yerdan bu hajni shu Ka'bani ko'zlab berish degani bir xil asos maqsadni bayon qilgan bo'lishi mumkin. Unda bo'lgan taqdirda hajga borgan kishi Ka'bani emas, Arfat Muzdalifa minarida turishni ko'zlab boradi. Arfat turishmi muhim arkanning birisi hajni. Yani şu beytga mulhaq sanayotganlikdan shu Ka'bani ko'zlab berish deymiz. Bir sıfatın maxsusa, maxsus bir sıfat bilan degini masalan ihrom bog'lagan holatda labbeyk Allohumma deb labbeyk talbiya to'lg'an holatda, dunyodan butunlay uzilgan holatda, so'zsizlik hammasini tashlab Allohga tavajjuh qilib mangan holatda deganda. Fi vaqtin maxsus belgilengan bir vaqtda Allah Taala Qur'on Karimda al-hajj ashhurun ma'lumat, hajning vaqti ma'lum oylardan iborat. Yani bu mazhabda Şevval ve Zulqa'da ve Zulhijjning 10 kuni shu ashhurun ma'lumat, yani vaqtul hajj. İmam Şafii 3 oy deyishi mumkin. Shu kunlarda hajga berish boshlanadi emasmi? Hajga berish Şevvaldan tortib boshlanadi. Uning faoliyati Zulhijja oyida bo'ladi. Yani 8, 9, 10, 11, 12, 13 degandek shu kunlarda. Bisharaita maxsusa, maxsus shartlar bilan, bu shartlardan shartul vujub, shart sihha degandek shartlar bor. Ala ma yatika inshaalloh taala. Buni bayon qilib o'tamiz inshaalloh. Yani bu tarif hozir yana bir tarifga ehtiyoji bor tarif. Af'al maxsusa, bisharaita maxsusa, bir vaqtin maxsus va bir fe'l maxsus degandek. Undan keyin biz buni unda bir ta'riflasak, haj oylarida Ka'baga berishdan iborat. Qala wa huwa faridatun muhkamatun yakfuru jahiduha. Bu ixtilofli bo'lmagan, hech qanday ehtimollik yo'q, aniq bekitilib ketgan farzdir. Hatto islomningki 5 turikining birisi. Yakfuru jahiduha. Bunga tangan kishi kafir bo'lib ketadi. Wa huwa ahadu arkanil islam. Ayni vaqtda bu islomning 5 turikining birisi. Sabadat fardiyatuhu bil kitab. Buning farzligi Qur'on oyatlari bilan isbotlangan. Wa huwa qawluhu ta'ala وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Bu ayetten farzligi ikki tarafdan ma'lum bo'ldi. Birisi alan nas va lillahi alan nas. Ala degan tufidul vujub. Kishilarning gardinda, kishilarning ustiga vojib bo'lib ketdi. Kim uchun? Alloh uchun. Davomlikin buning egisimi bor, gardin yuklanganligi bor. Alloh mushuning egisi. Mush ibodat Alloh uchun qilindi. Alan nas, kishilarning shuni o'rinishi vojib demak. Oyatning oxirida وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Oyatning oxirimi hajning farzligini ta'kidlaydi. Yani şu hajning farzligini e'tiqod qilmasa, farz deb qaramasa kafir deyman. Bundan boshqa oyatlarda mu isbotlangan deyishki bo'ldi. O'sha oyatlar emas. Masalan, atimmu al-hajj wal umrata lillah. Mushuma farz vojibini bildirdi desak bo'ldi. Va sunnah hadis bilan mu isbotlangan. Misalga alsak, hadisning dalillar ko'p, lekin biron misalga alsak, qavluhu sallallohu alayhi vasallam bunyal islamu ala khamsin. Islom 5 asos ustiga qurilgan degan bu hadisda shahadatning namoz, zakat, roza, undan keyin haj deb tilga olgan. Va qavluhu sallallohu alayhi vasallam va hujju bayta robbikum. Parvardigoringlarning baytiga haj qilishga beringlar degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu buyruqini farzlikni ko'rsatdi. Bu İmam Ahmad rivoyat qilgan, İmam Ahmad Muslimda kelmagan. Lekin boshqa kitoblarda kelganlik. Lekin bu hadisdan bakrak aniq va ochiq bo'lgani Sahih Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس
قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. مشاهدستا بسيد مسلم رواية الغاندس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا deb aniq farz qilganda va aniq buyurdi. Hadisdan bundan Islom alohonsidan mushkinki biz Sayyi Muslimda kelganmiz farzligini aniq isbotlaydi. Va alayhin aqada al-ijma'. Ajdan farzligida ijma' bor. Islom ummati ijma' qilgan. Albatta ajdan fazilatlari katta. Hajdan fazilati haqida hadislar kelgan. Bir nechini silg'asak, sayyidlardan, masalan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda, "Su'ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayyul a'mali afdal?" فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. Yani hiç kadar ya ki günah işler veya ki başka şekillengen işler aralashmagan sap ve halis hac imandan ve cihatdan tasar 3. o'rinda turdi. Yani Hazreti Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda "Men hajja lillah" Allah uchun haj qilsa bir kishi falam yarfus hajda cheklangan ihramlik olib cheklangan jima va uning munosib ishlarni qilmasa valam yafsuq günah ma'siyat qilmasa albatta talashtartish jidal qilmasa wala jidala fil hajj deg'o shuni qilmasa raja'a ka yawmi waladathu ummu anasi tuqqan kundagidek begunoh holatga qaytdi demak. Albatta unda bandalarning haqqi buning sirtida. Yoki biz o'tganda muvattada dedikmi? Bandalarning haqqi bo'lgan taqdirdami, agar Alloh taolo shunda tug'ilma holatga qaytirib deb qolsa, shu kishining gadini qilib qolgan bandalarning haqqi bo'lsin yo egalari apu qiladigan qiladi yoki shu haqlarni qaytiradigan hammani rozi qilgan qiladi desak, o'chada bandalarning haqqimi pak-pakiz yurikudi deyishimiz mumkin. Lekin unda bo'lmagan holda bandalarning haqqi mustasno butun gunohlardan pokilab tug'ilgan holatda bo'ldi deymiz. G'ayrat boshqalarning haqqi. Yana bir hadisda Hazreti Aisha radhiyallohu anha shunday degan: "Ya Rasululloh, naral jihad afdalul amal. Afala nujahid?" Qala la, lakinna afdalul jihad hajjun mabrur. Davom ekan, hajning farzligi va uning fazilati haqida shunday hadislar kelgan. Lekin hajdan maqsad va hajdan qo'l keladigan foydalar haqidagi hikmat nimadan iborat desak, albatta fuqarolar ibodatni ibada maliya yoki ibada badaniya deb ayiradi. Lekin hajmda ibada maliya va badaniya ayni vaqtda ibada sha'airiya, ya'ni islomning bir shuordek, islomning belgisidek musulmonlar qanday ishlar qildi bo'lsa, bular ichida Makkaga berib bunda tavof qildi, ishlar bor degan boshqa millatlarni musulmonning bir belgisi sifatida ko'rsatilgan ibodat. Lekin bu safar ashuna alohida bir safar. Allohning bayti Masjid-i Haramga yuzlanib mangdigan dunyodagi butun kishilarni mashg'ulotlarni tashlab, hatto kiyimini silitib, ihrom kapallikdek ihrom bilan Allohning bayti uchun ajabba mushaqqat, qiyin xatar, mesela jenini alqına qo'yib bordi. Ayni dasturga o'tkazishlar, bundan boshqa yo'lda qaraqchilik bo'ladigan, o'tiradigan shibatda, bundan boshqa qishlar hozir masalan oddiysi ajibadanda avar qilgan bor.
aşında bir fidakarlık kılınan bir ibadet. Allah Taala'nı yakiganda tevhid kılışın bir simvolu olsa, yani bir taraftan Müslümanlarınki birlik beraberlikinin simvolu. Yani hammasi şu Kabe'ye qarab namoz o'qiydi, shu yerga boradi va shu yerda baravar hech qanday o'ttirda farq yo'q holatda o'xshash bo'lib ibodat qildi. Ihrom kirsa, bu to'liq Alloh taolo uchun bir xil yalang'ochlangan, yani dunyodagi butun mushunda mashg'ulotlardan sug'urilib chiqqandek bir ahvol. Talbiya to'lsa, labbayk Allohumma labbayk. Lavay, tekrar lavay deyish bu Allah Taala'nın bütün emir fermanı ve çağrıklarına lavay deyishdan iborat. Ve aşını ifadeleşten iborat. Men tayya ferman bardarman deb turishdan iborat. Şeytan taşasa, şeytanın vesveselerini rad qiladiganligi, qabul qilmaydiganligi, ondan bezarligining ifodasi. Qurbanlık bozulaş yoki hediye ilib borgan qurbanlıklarni bozulash, ne'mat shukr qilish va har qanday ko'ngil istaydigan, shunda yoqtiradigan narsani butunlay tashlay olmayman deb qurban qilganday. Xuddi İbrahim alayhissalom o'zining yashinib qolgan chog'da, farzand umid qilgan chog'da, uzun muddatdan keyin farzand ko'rgandan keyin eng yaxshi ko'radigan aşına 10 yaş, 9 yaş yanındaki aşında yaşlar kirgen farzandini, birden bir oğlunu boğuzla degen emir farmanını icra kılış için özü yaktırdıgan, aşında yaxşı gördügan bir oğlunu kurbanlık kılışka teyar boğandek bizmi aşında bir fidakarlık ve kurban kılış ruhumuzu ifadeleyen bir faaliyetten ibaret. Allah Taala'nın beyti bu ziminde en tunculu dastlabki bina qilingan beyt. İnne evvela beytin vudi'a lin-nasi lellezî bi Bekkete mübareke. İbrahim Aleyhisselam kim bunu qayta bina qilgan. Ba'zi rivoyatlarda shu farishtalar tunculu bina qilgan, Adem Aleyhisselam bina qilgan, keyin tuzilib ketib, o'rni bilinmagandan keyin İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam bilan qayta yasag'an va idiyarfa İbrahimul qavaida minal beyti ve İsmailu Rabbana taqabbal minna. İbrahim Aleyhisselam şu Kabe'ni bina qilgan chaqda shu chaqdan da adam yo'q, aşında bir yaqin jutdak yerlikdan. Shu joylarda tavhid bayrog'ini tiklab, shu aşağıda davomli aşında Allah Taala yalnız ibodat qilinadigan, shirk keltirilmaydigan tavhidning bayrog'ini turadigan bir joy bo'lsin deb aşında Kabe'ni bina qilgan. Keyin İbrahim Aleyhisselam chaqirgan bütün avlodlarni va keyingi insonlarni haj qilishga chaqirgan. Va addin finnas bil hajj ya'tuka rijalan va ala kulli damir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ni elib aytsak, İbrahim Aleyhisselam jiq ishlarda en mükemmel örnek bir zat. Hatta Kur'an-ı Kerim'de inna İbrahim kana umma. Umma yani imam, örnek, ülgü desek mi buldu? Yani umma desen bir ümmetle tanımında bir zat diye değişkin buldu. Yani bütün bir ümmetine çıkıp ekersek İbrahim Aleyhisselam bulanmaydı diye mazmunum çıktı. İbrahim Aleyhisselam'ın şu Kabe'ni bina qilishi, tavhid bayrog'ini shu yerga tiklishi, undan keyin İsmail Aleyhisselam'ni qurbanlik qilish uchun elib menishi, shaytonninki ularni ozdirishi, shunda amroq balani qurbanlik qilamsan deb o İsmail Aleyhisselam'ni shunda vasvasa qilib, shunda qilishi, undan keyin tash etish. Shular hammasi İbrahim Aleyhisselam'ning qilgan ish izlariga chetishlar. Ve şu fidakarlık, şu kurban beriş ve tuluk Allah Teala'ya boysunuş ve kanda emir farman boz tuluk derhal işkilenmesi icra kılış ruhi ve şu İbrahim Aleyhisselam'ın aşında fidakarlık ve tuluk teslim kılış ruhini ügünüşte ibaret. Safa Marva'da arılıkta katmış. Şu İbrahim Aleyhisselam Hacer anasını çölde hiç kim yok. Yalnız şuna koyup gitti.
Öyle bu Allah buyurdu mu ya bu adetten normal iş emas. Allah buyurgan bo'lsa gapirmay ketganga Allah buyurib unda bizni zayi qilib o'tmaydi deb to'liq tavakkul qilib shu arliqdan suv topolmay tazi qistalgan chaqda ikki tog'ning arliqida yugurib chopgan. Yoki nihoyatda jiddiylashib nima qilgan. Allah Taala to'liq tavakkul qilishdan iborat. Va tavakkul qilgandan keyin Allah Taolamo shunda zamzam etildirib buloq paydo qilganligi shunda to'liq tavakkul qilgan insonlarga Allah Taala chiqish yo'lini topirdiganligi. Yani bu imanninki eng yuqori pallasi. Mush ishlanmasa to'liq taslim, to'liq fidokorlik, to'liq tavakkul mushularni o'rgatishdan va ash aqidani bizga mazmun silishdan iborat. Shunga hamda biz shu aqidani o'zlashtirish uchun mushunda bir jafoliq, mushunda bir chiqim qiladigan, jihatga o'xshab ketadigan bir safarni bo'lsa, umrda aqalli bo'lsa bir qatim bo'lmasa, ortiq bo'lsin mayli qilish orqali iymonimizni shuna mustahkamlaydigan bir ish. Lekin bu mustashriq qilingan masalan yoki kofirlarningki musulmonlarni shu Ka'baning atrofida cho'glab shu Ka'baga cho'qindi degan gaplar asos yo'q. Nima uchun desa, islom e'tiqodida agar musulmondan birisi ash Ka'baning teshi yoki Ka'ba yoki ash Ka'baning atrofidagi narsani birasi foyda ziyon yetkazadi yoki cho'qinish kallasi kelib qolsa kofir bo'ladi. Islom e'tiqodi shunday. Ani kofirlar islom e'tiqodini bilmagandan keyin unda qiyoshda shakli qarab, bu Ka'baga cho'qindi deb buni deyishim. Arafat maydonida xuddi mahsharga o'xshash hamma insonlar kepan kiyamasa qardan chiqiblar shu mahsharga turgandek hammasi o'xshash holatda endi turdi. Alloh taoloni zikr qilib, Alloh taolaning ismini atab ulug'lab turgan. Ruhiy ma'naviyat tarafdan bu insonning ruhiy ma'naviyatini ko'tarib, buni his tuyg'usini yangilaydigan ish. İctimai tarafdan musulmonlarning birligi va barobarligidek cho'ng maqsad nishonlarni qo'lga keltirgan bir ibodat. Hijratning 9-yili ahdi paymonga rioya qilmagan kofirlar bilan butun aloqani uzishga buyurilgan musulmonlar. Undan keyin qattiqroq muomala qilishga buyurilgan. Kofirlar ahdi paymon tuzmagandan keyin butun baroa e'lon qilishga buyurilgan. Hicretning 10-yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu islomdan iborat shariat va dinni to'liqlatib dunyodan ketish uchun hajjatul vidoda bir dastur e'lon qilgandek bayonnoma e'lon qilib, insonlarning bir-biri bilan bo'lgan munosabati uchun asos prinsipni belgilab qo'ygan. Masalan, hadislarda kelishicha Haccatul Vidoda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonlar hammasi barobar kasnanil misht insoniy barobarlik prinsipini ta'kidlab ayyuhan nas inna rabbakum wahid va abakum wahid la fadla li arabiyyin ala ajami va la li ajamin ala arabiy va la li abyad ala aswad yoki va la li ahmar ala aswad illa bit taqwa. Ikkinchi nuqta بعد ذلك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. Müslümanların qini, jini, mal mulki ve iffat nomusi hammasi xuddi shu yut Allohning harami va shu oylar Zulhijja oylari va shu Arafat kunidek ashunda o'xshash hurmatga ega. Buni cheqilishga, ta'ruz qilishga bo'lmaydi. Yana bir tema muomala ishlarida jazoni aniq va keskin harom qilib o'tgan. Ala inna kulla riba fil jahiliyati mavdu'. Hammani bekor qilib o'tdi.
Yana ayollarga yaxshi muomala qilishdir. Ala vastavsu bin nisa'i khayra. Yana la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Bu Hiccetul Veda'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e'lon qilgan 10 prinsip va adab qoidadan iborat. Demak, bu shu hikmat va ajdin qo'l qildigan manfaatlarni azroq bo'lsin bunda tushunib o'tsak, kofirlarning hozir nima uchun shu haj faoliyatini qattiq cheklaydiganligining sababini azroq tushunib olamiz. Qala va sababu wujubihi al-bayt. Hajning vojib bo'lishining sababi shu Ka'ba, Baytulloh deydi. Li-idafatihi ilayhi. Chunki haj baytga mudof bo'lib keladi. Yani shahru Ramazon deganga o'xshash Hajjul Bayt deyiladi. Ya sabab vujudida yani bu haj Alloh taolo vojib qilganlik uchun, farz qilganlik uchun farz vojib. Yani bu yerda bandidan manda bir ish tepilib qolsa, shu bandiga haj farz bo'ldi deganni sababul vujub demakchi. Xuddi masalan sajda tilovatning sababul vujub shu bir musulmonningki sajda oyatini o'qishi yoki anglishi deymiz. Sababul vujub. Lekin sajda oyatini anglagan chog'da yoki o'qigan chog'da sajda tilovat qilishga Alloh taolo buyurgan. Yani vojib bo'lishining sababi Allohning buyurishi deymiz. Lekin yani bandadan bunda bir ish bo'lsa, shu kishiga vojib bo'lgan tarafi demakchi. Masalan, zakatning vojib bo'lishiga mulkin nisob, al-kamil, az-zaid an-al-haj al-asliya dedik masalan. Ro'za tutishda shuhud-i shahr dedik. Ko'pincha ahvolda idof qilinsa, mudof ilayhi sababul vujub bo'ldi. Shahru Ramazon shuhud-i shahr sabab vujub savm deganda. Ko'pincha ahvolda, lekin hamma ahvolda emas. Masalan, li'anning sababi nima desa, sababi vujubul li'an al-qazf biz-zina. Farzand ota-ona nafaqa berishning sababi desa, al-vilada deymiz. Shunga o'xshash. Ya'lamda al-bayt dedi. Odatdan shu fiqh kitoblarda aslında bir qoida bo'yicha ma'lum bo'lg'achda, buni masalan hukmi, farziya, vojib va sunnat, buning dalili, ijmo bormi yo'qmi, uni bayon qilish sababul vujub deb undan keyin shartlarni bayon qilgan bo'lg'achda bunda nima bor? ولهذا لا يتكرر sababul vujub shu Ka'ba yoki Baytulloh bo'lg'achda bu hajni takror qilishi kerak emas. Li'annal bayta la takarrar. Masalan, Baytulloh shu Ka'ba shu haramdagi shu Ka'ba shu. Bu Ka'ba masalan u yo'qolib ketdi. Keyin Masjid Aqsoda bir Ka'ba paydo bo'lib qolgan. Bunda bir ish yo'q-ku. Bunda bir ahvol bo'lmagan ekan. Hatto Ka'ba chiqilib ketsimi yoki sallat qilib o'rnib tushsimi, biz Ka'bani shu ismunul buqa dedik. Şu o'rin, qurilish bo'lsin, qara, tashqi shu tadbirja qurilish bo'lsin, bo'lmasin shu o'rinni degan ekan. Shu o'rin ashada medinamay turadigan o'rin bo'lgan ekan. Shuna sababul vujub. Ya'ni xudo shu bayt bo'lg'achqa aj qilamiz deganda. Qala va yajibu 'alal fawr. Oyatda lillahi 'alan nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila dedi. Yani kendi bu ayetni anlagandan keyin, hajning farzligini bilgandan keyin va haj qilish uchun shart-sharoit hozir bo'lgan bo'lsa, shu yil haj qilish kerakmi yoki uning boshlashida oldirmay, keyingi bir fursat bo'lgan chog'da keyinchi bir qilib olaman deb bunda kechib tursin bo'lamdi degan masala. Usul fiqhida darhol qilishga buyurilgan ibodatlar qilsa darhol qilish vojib. Oldirmay qilsangiz bo'ldi degan ibodatlar qilsa oldirmay qilsa bo'ladi. Lekin
tiz qiling yoki oldirmay qiling degan hech qanday bir nima kelmasa, mushun ado qil degandek bir buyruq bilan bo'lib qolsa, hech qanday qarin yo'q. Bu darhol qilishni bildiramdi, yo oldirmay qilsin bo'ldi deganni bildiramdi deganda ulamoning o'rtasida ixtilof bor. Mushuningdimi ulamolar ixtiloflashgan. Alal fawr deganlar, ya'ni shart-sharoit hozir bo'lgandan keyin shu yil haj qilishing lozim. Agar shu yil haj qilmay, yana bir yil kechiktirib olsang, gunohkor bo'lasan deyilganlar. Yani bu mazhabda İmam Abu Yusuf'un qarshi. Bu İmam Abu Hanifa'dan kelgan ish bu qarashning eng sahihroq shu. Yani bu mazhabning bu qarashi hisob. İmam Malikning qarashi shu, İmam Ahmadning qarashi shu, Shafiy mazhabining ba'zi ulamoning qarashi shu. Yani jumhur ulamoning qarashi shu. Alal fawr degan. Yani mushjil masalan bizning shart-sharoitimiz to'liq bo'ldi. Hajga boraylik bara olmaymiz. İqtisodiy jihatdan bo'lsin, tan salomatlik jihatdan bo'lsin, viza uchun ham jihatdan bara oladigan turliq mushjil bo'lsa gunohkor bo'lgan. Kechiktirganlikdan. Hatto bu qarashda bunda kechiktirgan ahvolda gunohkor bo'lishlar qilmaydi, fasqlik qildi shunlar. Fasq bo'ldi degandan keyin buning guvohligini qabul qilmaydi bo'ladi. Manda eg'ir. Cumhurning qarashi mushkillik. Hanafi mazhabda İmam Muhammadning qarashi va İmam Shafiyning va Avza'ning qarashi vajib ala tarafi. Lekin bulimi oldirab birroq qililish afzal deb qaraydi. Lekin kechiktirsa gunohkor bo'lmaydi. Fasqmi bo'lmaydi kechiktirishdan. Faqat lamanda İmam Muhammad shu yili qilmay, yana tövbe yili qilmay, 10 yil ichida qilmay bunda 15 yilni o'tkazsa, undan bu fasq bo'ldi deyish mumkin. Lekin umrining oxir qadar bir qatim qilsa, ammaylarning qarashida gadindan saqit bo'ldi, u gunohkor bo'lmay unda keladi. Gunoh ko'tarilib ketadi. Agar hech qilmay o'lib ketsa, imkoniyati bor turib, hech qilmay o'lib ketsa, hammalarning nazarida gunohkor bo'ldi. Jumhurning qarashida masalan, shu bir yili imkoniyati bo'libdi, shu yili ajni ado qilmay, yo shu yili o'lib ketsin, yoki keyin 20 yil umr ko'rib, 20 yil hajga borolmaydigan bo'lib o'lib ketsimi, gunohkor bo'ldi. İmam Muhammadning va İmam Shafiyning qarashida kechiktirib keyin qilaman deb, qilaman deb qilama o'lib ketib qolsa, shu o'lib ketgan chog'da andin gunohkor bo'ldi. Lekin kechiktirish bilan gunohkor bo'lmaydi. Jumhurning dalili al-hajj ashhurun ma'lumat. Haj mushu ma'lum oylarda qilgan ibodatini mushu oyda qilaveran degandan iborat. İmam Muhammad va Shafiychi qanday dalil keltirgan? İmam Muhammad bilan İmam Shafiy haj masalan qachon farz bo'lganligida ba'zi ixtiloflar bo'lsin, 9-yili farz qilingan desak, 9-yili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi hajga bormagan. Abu Bakrni avatgan. Ki 10-yili o'zi borgan. Rasululloh o'zi bormagan, baralaytdi. Bormaganligi kechiktirsa bo'lganligining isboti. Lekin jumhur ular qarta javob berib, boshqa kishilar o'zining qachon o'lib ketishini kutmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dinni to'liq yetkazib, haj manasiklarni to'liq yetkazib, undan keyin o'lib ketganligini bilibdi. Ya'ni hajni cho'qim qilganligini bilibdi. Bu bir. Ya'ni boshqa insonlardan farqi shu dedi. Yana birisi mushriklar Ka'baning atrofida yalang'och tavof qildi. Shu chog'da mushriklarga o'xshash bordigan, mushriklik shakliga vaq. Mushriklarga o'xshash berib, aytib qilgan chog'lar musulmonlar bordi emas. 9-yil shunda bordi, Abu Bakr bordi, boshqa mushriklar bordi. Lekin shu chog'da e'lon qildi, bundan keyin la yahujju ba'da al-'am mushrik va la yatufu bil bayti uryan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'baning atrofi tavof va shu haj faoliyatlarida mushriklar to'liq tozalab ketgandan keyin undan keyin berib haj qilishga to'g'rilgan.
ve yalan açıkta okudurgan işlerimi yo'qolgandan andın beriş to'g'rilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam başka kişilerle o'xshash emas. Rasulullah'ın haj qilish uchun ashunda shart-sharoit hazırlanganchadan andın bag'an. 9-yilda daha o sharoitlar hazırlanmagan bo'lg'achqa 1 yil ashuni tozalagan. Cumhurning qarashi shu kuchli. Şu anda bu Cumhur'un karşı bu işini kısa kaçan imkanet olsa derhal verilmesi lazım. Onun üstüne haz cihat okşaş, şunda cepha müşakkatlik hayatını halk uçurgan. Mesela bu yıl neçmanadan löketti o. Kabe'de öldü, Mina'da öldü, deslik edilgan, şunda ağırıp kaldığan, şunda bir cephalık bir boğan iken bunu yaş vaktida ten selamet bağ vaktida kılıyorlar şüphegeç. Bu yaşın falan çağda müşkül oldu. Baptizm kıldı. Malaysia, mesela Endonezya, Matrap'ın adamları hem yaş kıldı. Bazen toyluk şartlıgan işte vakıya. Türkiye'den kırgan çağda kılıç lazım diyendik bir etikat var. Kırılan kıldan ki. Bu da yaş şahalatta eşkisi bombadan değil. Eşgüverime sonra sen yaş tutsan diyendik bir. Hayran kaldıran bir şey. قال ويجب على الفور قال صلى الله عليه وسلم من ملك زادا يبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحجه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. Bu bir tehditim. Xuddi bu Müslüman dünyadan ketmay devam etdi. İmkanı batırıp haj qilmasa oxirati chataq degandek. Lekin bu hadis aciz. وعن أبي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه. İmam Ebu Hanife'den muşunga dalalat kıldığan mezmun kâgen. Yani alal for demekçi Ebu Hanife'min dedi. Ebu Hanife'den şıkıl karaş kâgen. Şıkıl karaş kâgen diken Ebu Hanife'nin zadı karışı kayısıdo deb ikilinip kalan bolsa, lekin for degan tarafı ig'irvasıdığan şunda bayanlar kâgen dedi. Mesela فإنه قال من كان عنده ما يحج به ويريد التزوج يبدأ بالحج. Haj qiladigan bir iqtisod bor, moddiy imkoniyati bor. Yana bir tarafdan to'y qilish niyati bor. Qaysini bosh qilib oldi bo'lsa, hajni bosh qilib olsa. Yani bu al-aham, eng muhimdan boshlaymiz deganda. Yani bu farz gardini saqlashimiz bo'lmaydi. Undan keyin qaytib kelganki imkon bo'lsa to'y qiladi. Va li'annal mauta fi sanati ghayru nadir. Nadir emas, yani birinchisi o'lib ketishi baish demakchi. Yani o'lim bor. Shunga tez tilashga oldiran. Bixilaf vaqt salah. Lekin namoz vaqti buni o'xshamaydi. Farqlar. Fa innal mauta fihi nadir. Çünkü şu bir namoz vaqti sizda darhol o'lib ketishi bir yilga nisbatan ehtimol az bo'ldi. Lekin endi ikkisining yana bir farqi bor. Namozning vaqti vacib muvassa. Vacib muvassa degan ma'lum bir doirada alat tarafi deganda ko'rsin. Masalan, peshin bilan asrning g'arliqida 3 soat bor desak, 3 soatning 1 soatda o'qisin, 2 soat o'qisin, 3 soat o'qisin bo'ldi. Lekin hech shunday emas. Yani ashhurun ma'lumat yilda shu bir vaqtda qiladigan ish. Yo'qmi kelar oyda qilma, ya bir oydan keyin qilay degan shu. Muharramda qilib olmaydi uni. Ama bu tarafdan biraz vacib mudayyiq dairasi kirib qoldi. Shavvoldan boshlaydi. Shavvoldan tartib boshlaydi. Unda ilgari haj qilaman deb bo'lmaydi. Yani umra qilaman deb bo'lishi mumkin. Haj qilaman deb bo'lish qachondan Shavvoldan tartib boshlaydi. Lekin bu balki burun chaqlida bizning yurtdan hajga bo'lsa 6 oy berib 6 oyda qaytib kelamishgan. Tuga qechil bilan o'qigan chaq. Kashmirga chiqib, Kashmirdan Hindiston, Pokistonga chiqib, u yerdan Faraqtga o'tirib Shor daryo bilan jiddiga tushib, Shor daryo degan qaysi desam o'sha Qizildan ekan. Shu tuzda qolgan ekan. Karachiga kelib, Karachidan kemiga o'tirib, Faraqtga o'tirib, unda Yaman aylanib jiddiga tushdi.
yoki ayadan imoratdek masalan Dubayda kelib tushib, u yerdan yana Urolotdan uzun safarni boshlagan gibi. Aşında mana payizga berib, payizga bir yil o'tib ketamiz. ولهذا كان التعجيل أفضل إجماعا. شuna hammalarning nazarda, ya'ni alat taraxiy deganlarmi, birroq qilvog'ini yaxshi deb afzalligida hech qanday ixtilof yo'q. Bundan keyin bu nimani ko'rsatdi desa, alal for deyishda yana nas dalillardan boshqa al-ihtiyot degan bir nuqta bor. Va ahvat deymiz. Qala va huwa faridatul umr. Haj umrda bir qatim qildigan farz ibodat. Umrlik farz. Va la yajibu illa marratan wahida. Faqatlam bir qatim qilish farz vojib. Ikkinchi, uchinchi qatim bo'lsa, u nafl hisobida. Faqatlam nazr qilgan bo'lsa, vojib bo'lib ketishi, u o'zining vojib qilganligi. Lekin Alloh taolo vojib qilgani umrda bir qatim. Buningda ijmo bor. Umrda bir qatim vojib ekanligida. İmam Nawawi rahimahullah dedi: "Ve ecma'atul umma ala anna al-hajj la yajibu fil umri illa marratan wahida bi asl ash-şer'." İmam İbn Qudama al-Mughni'nin kitabında bunda icma'ni naql qilgan. Bunun dalili icma bilan billah lima ruya annahu lamma nazala qawluhu ta'ala wa lillahi 'alan nasi hajjul bayt. قال رجل يا رسول الله أفي كل عام. Biz bayatda o'qigan shu hadis var. Shu hadisning boshqa bir varianti bor. Sahih Muslimdagi shu hadisning yana bir varianti. Buningda afi kull am har yilmi deb so'radi. Har yil bir qatim haj qilish kerakmi deb. Qala la bal marratan wahida. Ma variantni aklishda ma'noda la bal marra wahida deb. Marra wahida aniq nas bilan kelgachga mushuni jiyadan tep ekagan. Marra wahida degan bu umrda bir qatim farz bo'lgan nas bo'lib ketdi. Lekin a hadisda fasakata dedik. Hatta qalaha thalathan. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Law qultu na'am lawajabat wa lama istata'tum." Hada qasam har yil vojib bo'lib ketib qoldi. Ya'ni buni mashkut anhum. Ya ha, ya yo'q degan gap yo'q. Endi qo'yib qo'ygan. Yani bu hadisne ekilişi marra vahide eniq bo'lg'achqa da ekildi. Yani bazı deyishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi bir qatim haj qilgan. Nahotki bir qatim haj qilish shu farz deganlikni ko'rsatadi deyish mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan keyin tugab ketdi. 9-yilda farz qilingan bo'lsa, masalan, biz bayon qilgan sabablar tufaylidan shu yilda hajga bormay Mekke'nin tazilab, o şarait hazırlab, ondan keyin bağım bo'lsin, ba'dan ondan keyin tugab ketdi. Undagi yaşagan bo'lsa nechqatim berishi mumkin, deyilishi mumkin. Lekin unda ashunda deb qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nechqatim haj qilgan? Bir qatimdan jiqqatim haj. Umrda bir qatimdan jiqqach qilgan. Hadisda bor, Rasululloh bir qatim haj qilgan, 4 qatim umr qilgandir. Bi'sadan keyin bir qatim haj qilgan. Payg'ambar bo'lib kelgandan keyin, lekin payg'ambar bo'lishi ilgari haj qilgan. Ana shu arablarda haj qilish bordi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki payg'ambar bo'lib kelishdan ilgari bir kishining rivoyatida ash jahiliyat vaqtida men tugam yetibmo, kechib qolib tugamni izlab riyoddan kelsam, Rasululloh shu Arfatda va Quraysh tumaydigan bir yer tug'ini ko'rgan. Asli bu Qurayshliklar qanday qilgan? Qurayshliklar biz ahlulloh, ahlul haram. Biz bu haram doirasidan va hil doirasiga chiqib, u boshqa yerga chiqib muqimsaqim biz shunda ulug' joyda deb, anda haram doirasidan sirtqa chiqib tumaydigan da bo'lgan bu. Lekin boshqa arablar qilsa shu turgan joyda turgan, Mekkeliklar chiqmay turgan bunda bir ahvol bo'lgan ekan. Turgan joy o'xshash emasdi. Lekin Rasululloh payg'ambar bo'lishdan ilgarimi to'g'ri yer turgan. Ya'ni shu asli qoida bo'yicha turgan. Makka mushriklari o'zini alohida sanab biz chiqmasak bo'ldi deb mayanda turib olgan chog'da Rasululloh shu to'g'ri joyda turgan. Shunga bu kishi to'g'ri ketib borib, jihadda kelsa Rasulullohning Qurayshliklar turmaydigan joyda turganligini bir bayram qilgan. Shunda rivoyat bor.
Undağın Rasulullah burun nesbeten hacı kılgan. Kureyş'in hacı kıldığı, başka Arap'ın hacı kıldı. Lekin peygamberlik kelgenden fakat bir kıtım hacı kılgan. Yani hacı fariz bulab, şu şeriat farizde belgilgenden bir kıtım hacı kılgan. Bu bolsa mı haccetul veda. Burun İbrahim Aleyhisselam'ın diyanetinin kaldık ibadetli var. Tavaf kıldığı mesela, müşrikler tavaf kıldı. Mesela özünün karşıda savaplık yakımında bizim adetimizi, ibadetimizi de kıldı. Jıldı bir kadın da kılamdı ona, yaki kalgan çıkılamdı Allah alam. Çünkü aslında ibadet bütün Araplar hacı kıltamaz mı? Hacı kelgen çağda şu bazalı kaynap gitti, okaz yanındaki bazalı. Ya şu sikaya mesela, hacı adın sikayatul hac, aslında sikaya işleri battı Benul Abbas'ta. Müşahedesine merra vahide diyen nemu boğaç kılan şey ekip koydu. Şundan Rasul lekin init demigen. Şudan da kança katım kılarsan çok yaxşı degende onu tosmayın bu. Aya desen ahirime şunu köstürdü. Zaruni ma taraktukum فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. فلا أدرون سبحان الله. Şükrettim, başkatım bozman. Ne için ise bu aşında imanını yanılaydıgan, aşında bir ruhunu yaşatılgan bir ibadet oğaçlar. Ki hazırımdı. Edemnin cıktığının aşında sizi tutbağanı, size perizlejge barajise santoşup gidip farzlarni ado qilolmaydigan nurg'un musulmonlar bor bir ahvolda 3-chi qatam 4-chi qatam bardiganlar sal tuturishi lozim. Faqat berib boqmaganlar beraverish uchun. Hajda umrda bir qatam dedi shuni ama, lekin umrcho ronda ixtilof bor. Hajda ijmo bor. Umrda ixtilof bor. Maliki mazhab va Hanafi mazhabining ko'pchiligi umrda bir qatam sunnat muakkada deb qaraydi. Hanifiylardan bazıları ömürde bir katım vacib deb qaraydi. Şafii mazhab va Hanbali mazhab ömürde bir katım farz deb qaraydi. İmam Ahmadning yana bir ayrim qarashi Makkalikka umra qilish vacib emas deb qaraydi. Şafii mazhabining ba'zi ulamolari farz-i kifoya deydigan qarashim bor. Yani aş beytni davomli yil bo'yi gullantirib, avatlaştırıp üzülüp kalmay ziyaretçileri ziyaret turuşu farz-ı kifaye de paraydı. Yıl boyu. Eğer mesela bir sötke dedi ya 5 saat fakat tavakkülga adam yok. Tım tasa kâbında kuruplam kapkasyon bu Şafii mezhebinin bazı ulmanın nazarında bütün İslam ümmeti günahkar olup kaldı. Bu az bir kısım ulmanın karşı. قال ولأن السبب هو البيت ولا يتكرر سبب الوجودنا بزاش بيت الله dedik بيت الله ya biyada ya ki yani Beytullah diyen birisi şu orunda ya başka orunda payda olup kıldıraç bulmağın iken şu beytini hac kıysa buldu tügüde deydi. Ve ala zâlikel icma' biz icma'nı bayetten İmam Nevevi ve İbn Kudam'ın nakılları arqılıq bayan qilib bulduk. Şu hacdinki umrda bir qatam farzligini bildirgan kitobda kelgan hadisdan sahiyrak kitobda kelgani ojiz desak ondan boshqa sahih hadis bor. Hashiya qarasanlar va fil bab ma yuqawwi anna al-hajj faridat al-umr ma akhrajahu Ahmad fi musnadih an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa hadithun sahihun. Buna Şeyh Albani mesaydigan ve lafzuhu khatabana yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqala ya eyyuhen nas kutiba aleykumul hac qala faqama al-Aqra' ibn Habis faqala afi kulli amin ya Resulallah qala law qultuha لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع بما برقتن farz bo'lganligi nas darajalik dalil lekin kitobda kelgandan masahiy kitobda ajiz misaychi bo'lsin vallohu a'lamu bis-savab subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.